Zo'rini giyaman degan Kareliyani mijozlari uchun zo'rlari kelishda davom etib tutdi. Bagozdan geldi, kurtkamiz ishlanishini qarama. Gördün mü? O neyse abi, selen yalların kozun net işlengen, naturalni norka yakalari va issiqqina uşaq beradi. Zamotni yalların polni koja bilan kombinatsiya etib ishlangan. İçine qarang. İçində bir kisəsi var, zamotli variantda taxlangan. Plus beyan tərəfindən bir kisəsi tushgan bo'ladi. Lüks narsa. Başlanğıç bahası 4.200.000 so'm deb turibmiz. Kelsangiz ustunda kelishib beramiz. Voy, bana bu baho bu desangiz naturalni kojadan, naturalni zamochdan, plus naturalni norkadan taxlangan shunday ajoyibgina kurtkamiz ekan. Premium sifatlisi kerakmadi, inan sizlar uchun bo'ladi. Turkiya mahsuloti norkasini durishini qaranglar, вообще shikarni ishlangan. Xohlasangiz ottashingiz, yana klassik yaka bo'lib turadi. Kojunni variantda Kareli magazinni bogatiy mijozlar uchun dublyonkamız qarang. Naturalni zamush. Naturalni norka. Bu ham uzunroq, kostyum chavurlar bilan ketadi. Qishni kuni issiqqina yurisiz. Yakasi klassik yaka bo'ladi qarang. Ellari poni düymada. Arkalarından grubi narsasi yo'q yine. Hech qanday emblema, kisalagan boshlari shuning koja bilan. Sherzod aka ko'pchilik sovuqda koja kiyib bo'lmaydi deydi. Rostmi shu? Shun bo'lmaydi. İçi issiqqina bo'lsa, naturalni mex bo'lsa yana. Yakası haqiqiy norka bo'lsa, bo'yning issiq turadigan. Üstü yağmur suv o'tmaydigan koja bo'lsa haqiqiy. Shun bo'lmaydi. Bizatinli bo'ladi. Zo'r bo'ladi o'zi ham. Pastlari maziyetli. Shuning kisasi bor, zamokda. Kareli magazini mijozlar uchun ajoyib norkali dublyonkamiz ham dim uzun emas, dim kalta emas. Kostyumni mod turadi, yengilgina bo'ladi, yumshoqqina bo'ladi. Qarang, yakalar norka bilan ishlangan, bellari koja, yan taraflari ham koja bilan ishlangan, qarang. Zamosh bilan kombinatsiya qilingan, allar düymali bo'ladi. Beri borganingizda originallar o'zi bilinib turadi. Bemalol magazinimizga kelib, eng zo'rlarni. Bu kurtkamizda narxi 4,5 million so'm, bunikasi 3.900.000 so'm bo'ladi. Nechunli qimmat desangizda, hamma narsasi naturalni bo'ladi. Ya'ni naturalni norkasi, naturalni kojadan ishlangan, plus ichini qaranglar, naturalni mex bo'ladi. Xohlasangiz yana mexli varianti kelgan kojunkamizni, yana bir sifatlisini kiyaman. Bir olgan vaqti shu 5-6 yil takansa bosib kiyaman desangizda, buni tavsiya etamiz. Norkalarni turishini qaranglar, haqiqiy norka bo'ladi, kisalarni qaranglar. Kareli magazinni bogatiy mijozlar uchun natural kurtkalarimiz qaranglar. Ham biri koja bo'ladi, haqiqiy koja, yakalari norka, finski norka, norkani zo'r ishlatilgan, yakalar olinadi, tiylari kojunli bo'ladi, zamosh bilan kombinatsiya qilib ishlangan qarang, durishlari akkuratli. Xolasangiz düymalarini yechib berib, yana arkayin, metinda zamoki bor, kostyumli duradi. Bo'ylari